Assalomu alaykum. Men Rahmatullayev Azizbek Kimyo texnologiya instituti 22-25 guruh talabasiman. Bugungi bizning mavzuyimiz moylarni furfurollar yordamida tozalash hisoblanadi. Bunda bizda moy fraksiyasi N1 bilan reaktor K1 ga beriladi va u yerda moyda erigan kislorod suv bug'i yordamida chiqarib tashlanadi. Moy reaktori K1 isitgich T1 ga yuboriladi va apparat K2 o'rta qismiga beriladi. Bunda kolonnaning yuqori qismida isitgich T2 ga va T2 da qizdirilgan qismga beriladi. Kolonnaning yuqori qismida isitgich T2 da qizdirilgan furfurol beriladi. Kontaktorning pastki qismida esa ekstrakt eritma tindiriladi. Bu yerda ekstrakt eritmadan ikkilamchi referat ajratib olinadi. Chunki kolonna K7 da erituvchi tozalangan ekstrakt berilgach K2 ning pastki qismida harorat juda ham past bo'ladi. Bunda dastlab eritma kontaktor orqali yuqori qismiga haroratning pastki qismida anchagina past hisoblanadi. Yuqori kolonnaning qismidagi K2 da nasos yordamida isitgich T3 va P1 orqali K3 va K4 ga erituvchi yetkazib beriladi. Bu yerda erituvchi parlatib olinadi, parlatib olish uchun beriladi. Va yana kolonna K4 ga suv bug'i beriladi. Bunda rafinat issiqlik almashinuv apparati T3 va soluvchi H3 da rafinat issiqlik almashtiruv apparati solishtiruv H1 da sovitiladi va bu yerda qurilmadan chiqarib tashlanadi. Ekstrakt eritma kontaktorning K2 da nasos qismi bilan N4 eritmasidan chiqarib olinadi. Bu yerda eritma bir qismining kolonna K2 ning bir qismi kolonnaning past bosimni pasaytirish qismi va kolonnaning K5 qismiga yuboriladi. Keyingi ekstrakt eritma kolonnaning M6 va P6 bilan P6 ning pastki qismida N7 yordamida kolonna K7 ga yuboriladi. K8 ning pastki qismida ekstrakt nasos E8 yordamida qurilmadan chiqariladi. Bu yerda shunday qilib furfurol ekstrakt eritma regeneratsiya 4 bosqichda boradi. Kolonnalar K5 va K6 bosim ostida, K7 va K8 vakuum bosim kolonnasi va K4 ga o'xshab suv bilan bug' beriladi. Quruq furfurolni parlari K3, K7, K5, K6 kolonnalarida kondensatsiyalanib E3 ga yig'iladi. Bu yerda nasos N10 yordamida furfurol kontaktor K2 ga beriladi. Bu yerda kolonnalar K4, K8lar bilan chiqishi furfurol eritmasi chiqishi hisoblanadi. Sovutgich XH7, H7 va H5larda kondensatsiyalangan suv yig'iladi. Bu yerda K2 qavatga furfurol yuqori qismiga va pastki qismiga 6% eritmasi esa pastda bo'ladi. Yuqori qismida par bilan qizdirilgan kolonna K9 ga beriladi va furfurol olish uchun ishlatiladi. Shunda birinchidan furfurol ancha kamayadi.
va ikkinchidan oqova suvlar ifloslanishi oldi olinadi va pastki qavat M2 bilan istalgan kolonnalar K10 ga beriladi. Bu yerda kolonna K10 ning pastki qismida quruq furfurol E3 ga tushadi va K9 va K10 ning yuqori qismlari suv bug'lari sovutishi esa bu yerdagi sovutgichga yuboriladi. X5 bu sovutgich X5 hisoblanadi. Bugungi mavzu mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.